odam zerikib ketdi-yu, kampir. Shuni ayting. Hey, bari ishing tengda, baqir-baqir qilaverma. O'zimizning ishning tagida o'tiribmiz-ku. Sizga xalaqit bermayapmiz-ku. O'chiravadingni. Biz. Assalomu alaykum. Ha, Ulug'bek. Ne salom bermaysan? Hozir berdim-ku. Bizani quloqimiz yaxshi eshitmaydi. Bilasan-ku? Assalomu alaykum. Kimga baqir o'tsasan? Ha, betarbiya. Yoshligingda shunaqa edingsan. Qilib bergan tuxumiga solib. Uraymi? Xo'p, uzr. Uzuringni pishirib ye. Nega sening bizani ishing teng supurmayapti? Bilmasam endi, darslari ko'pdir, vaqt bo'lmayotgandir. Erga tegisi kelmayaptimi?